Assalomu alaykum hammaga. Doktor Steam sizlar bilan bugun fiziologiya darslarimizni yurak qon tomir sistemasiga kirish qismini o'tamiz. Yurak fiziologiyasini boshlashdan avval yurak anatomiyasiga qisman to'xtalib o'tmoqchimiz. Yurak anatomiyasida siz yurakning umumiy ko'rinishini bu yerda ko'rib turibsiz. Bu yerda oldingi qismida asosiy qismini right ventricle oldingi qismi, ya'ni o'ng qorincha tashkil qilganini hamda uni yuqoriroq qismida right atrium, ya'ni o'ng bo'lmachani ko'rib turibsiz. Endi asosiy qism bu tarafda left ventricle, ya'ni chap qorinchani ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Va bu yerda ko'rinmagan orqa qismda qolib ketgan mana bu chap quloq qismi to'silib qolgan, bu yerda chap bo'lmachani to'sib qolgan. Yurakni ham quloqlari bor, quloqchalari bor. Ular qo'shimcha qon sig'imini saqlash vazifasini ham bajarib o'tadi. Shunga e'tibor berib qo'yamiz. Bu yerda yuqori kovak vena hamda pastki kovak venani ko'rib turibmiz. Bu yerda aortani ko'tariluvchi qismi, aorta ravog'i hamda aortani tushuvchi qismiga burilgan qismi, asosiy tushuvchi qismi ko'rilmagan ravoq qismini ko'rib turibmiz. Hamda undan chiquvchi 3 ta qon tomirini ko'rib turibmiz. Endi mana bu qismda esa pulmonar trunk, ya'ni o'pka o'zani. O'pka o'zani ikkiga bo'linib ketadi, o'ng va chap tarafga. O'ng va chap o'pkalarga asosiy arteriyani beruvchi o'pka o'zanini ko'rib turibsiz. Endi yurakning ustki qismida nima qoplab olgan hamda yurak qavatlari nimalardan iborat deb ko'radigan bo'lsak, yurakning tashqi tarafdan ko'ramiz. Birinchi, eng tashqi tarafida perikard qavati mavjud bo'ladi. Perikard qavati mana shu barcha qismni biz perikard qavati sifatida olsak bo'ladi. Endi perikardni qaysi qavatlardan tashkil topgan? Ya'ni fibroz qavati, fibroz perikard eng tashqi qavat hisoblanadi. Mana bu umumiy tashqariga qaragan qavat deb qarasangiz bo'ladi. Undan keyingi qismi esa parietal perikard hisoblanadi. Va parietal va visceral perikard qavatlari ajratiladi. Bu visceral qavatini epikard deb ham ataladi. Hamda parietal perikard va visceral perikard o'rtasida perikardial bo'shliq mavjud. Space inglizchada bo'shliq degan. Va bu perikard bo'shlig'ida maxsus suyuqlik bo'ladi. Bu qismda suyuqlik deylik. Bu suyuqlik lubrikant suyuqlik, ya'ni ishqalanishni kamaytirish maqsadida yurak to'xtovsiz harakat turadi doimo odam umri davomida. Shuning uchun buni erkin harakat qilishini hamda ishqalanishni kamaytirish uchun bu yerda suyuqlik mavjud bo'ladi. Endi klapanlarga o'tadigan bo'lsak, hamda qon tomirlarga. Umumiy mana bu sog'lom yurak. Sog'lom yurakda 4 ta jami klapan mavjud bo'ladi. Bularni o'ng tarafdan boshlaymiz. Mana bu yuqori kovak vena. Mana bu esa pastki kovak vena. Ikkala kovak vena ham o'ng bo'lmachaga quyiladi. O'ng bo'lmachaga quyilgandan so'ng qon o'ng qorinchaga o'tishi kerak bo'ladi va shu yerda maxsus klapan, ya'ni trikuspidal, 3 kuspid degani 3 tabaqali klapan degani. 3 tabaqali klapandan o'tgandan so'ng u qayta yopilib qoladi. Ya'ni bu yerda bo'lmachalar sistola paytida, ya'ni bo'lmacha qisqarganda umumiy bo'lmacha ichidagi qon qorinchaga o'tadi. Qorinchaga o'tgandan so'ng klapan yopiladi. Mana bu yerda klapanning ochilish-yopilish, ya'ni qon o'tish vaqtida klapan ochiq hamda qon o'tib bo'lgandan so'ng, qorincha to'lgandan so'ng klapan yopiladi hamda endi qon qayta bo'lmacha tarafga o'ta olmaydi. Endi bundan keyin o'ng qorinchada to'plangan qon o'pka arteriyasiga o'tib ketadi. Endi o'pka arteriyasi demaymiz, bu joyi o'pka o'zani deb ataymiz, chunki avval pulmonar trunk deb bu yerda ko'rib turibsiz. Pulmonar trunk bor. Pulmonar trunk ikkiga bo'linib ketadi. Ikkita o'pka arteriyasiga, o'ng va chap o'pka arteriyalariga bo'linib ketadi. Endi shu yerda qorinchadan qon o'pka o'zaniga o'tish joyida ham yana bitta klapan mavjud va u klapan ham qonni orqaga qaytmasligini ta'minlab beradi. Buni inglizchada pulmonary valve, ya'ni pulmonar klapan deb ataladi, yoki biz yarim-oysimon klapan sifatida qarasak bo'ladi. Endi keyingi klapanlar va keyingi bo'lmachalar. Chap bo'lmacha qonni o'pka venalardan oladi. Bu yerda mana bu yerda o'pka arteriyasini ko'k rangda, o'pka venasini esa qizil rangda bergan. O'zi normada
arteriyani qizil deb, vena esa ko'k deb berilardi. Nima uchun bu yerda almashib qolgan? Chunki bu yerda kislorodli qon o'pka venasi orqali ikki taraflama chap bo'lmachaga quyilyapti. Shuning uchun chap bo'lmachaga quyilgan qon kislorodli qon bo'lganligi sababli bu yerda o'pka venalarini qizil rangda ko'rsatib o'tilgan. Chap bo'lmachadagi qon chap qorinchaga o'tishi kerak bo'ladi va chap qorinchaga o'tish uchun bu yerda mitral klapanni bosib o'tish kerak bo'ladi. Mitral klapandan ochiq paytida qon bo'lmachadan qorinchaga o'tadi hamda mitral klapan yopilib oladi. Mitral klapan ikkitali bo'ladi. Mitral klapanda mana bu joyda kuspidchalari trikuspidal dedik. Mana bu joyda unga qarama-qarshi taraf o'ng tarafda. Endi bu yerda ikkitali, ya'ni bikuspidal bo'ladi. Ya'ni ikki tabaqali klapan. Bu yerda 3 tabaqali klapan trikuspidal deb atadik. Endi 2 tabaqali klapanni bikuspidal mitral klapan deb ataymiz. Endi qorincha, ya'ni chap qorinchaga qon to'ldi. Endi chap qorinchadan qon aortaga haydab beriladi. Aortaga haydab berilishda mana bu oraliqni ko'rib turgan bo'lsangiz, bu oraliqda ham klapan mavjud. Ya'ni bu klapan nomi aortal klapan deyiladi yoki bu ham yarim oysimon klapan sifatida qaraladi. Bu rasmda klapanlarning umumiy ko'rinishini ko'rib turibmiz. Ya'ni bu yerda faqatgina mitral klapanni ko'rib turibsiz. Bu yerda ikkita kuspidchalardan tashkil topgan, ya'ni 2 tabaqali. Hamda aortal klapan, mitral klapan uchun keladigan, bu yerda yarim oysimon 3 ta. Mana 3 ta yarim oysimon strukturani ko'rib turibsiz. Endi trikuspidal klapan, ya'ni mitralni sherigi trikuspidal klapan bu 3 tabaqali klapan hisoblanadi. Hamda bundan keyin keladigan pulmonar klapan, ya'ni o'pka o'ziniga otib berishdagi yarim oysimon klapan, bu ham 3 ta bo'limchadan iborat bo'ladi. Bularning anterior, posterior, lateral qismlari mavjud bo'ladi. Bularni anatomiya darslarida gaplashib o'tasiz. Bu yerda yana e'tibor berib qaraydigan joyimiz yurakni perikard, miokard hamda endokard qismlaridan 3 qismdan iborat deb aytdik. Endi bu yerda miokardning, ya'ni muskul qavatining mana bu epikard, ya'ni visceral perikard o'rtasida qon tomirlar joylashgan bo'ladi. Yurakdagi qon tomirlarni biz koronar qon tomirlar deb ataymiz, ya'ni tojsimon tomirlar. Topografiya va X-ray. X-ray ko'pchilik bilmasa, bilib oling. X-ray degani bu rentgen. Rentgenografiya. Rentgen nurlari yordamida ko'rinish. Har xil manbalarda X-ray yoki mana bu R shaklda tepasida yumaloqchasi bor, shu holatda ko'rinadi. Topografiyasi esa joylashishi. O'pka ikkita tarafidan qoplab olgan, ya'ni koks oralig'ida joylashgan yurak. Koks oralig'ida joylashgan. Bu yerda ko'rib turibsiz, umumiy to'sh suyagini bu yerda oldingi tarafidan to'sh suyagi bilan chegaradosh bo'lib turibdi, hamda ikki chekka bilan esa o'pkalar bilan chegaradosh bo'lib turibdi. Bu yerdagi umumiy qon tomirlari qayerda joylashganini rentgenda ko'radigan bo'lsak, bu rentgenda asonroq hamda klinik jihatdan ahamiyati yuqoriroq. Birinchi navbatda yurak uchidan boshlaydigan bo'lsak, yurak uchi mana bu sohada ko'rib turibsiz. Yurak uchini palpatsiya qilganimizda bizda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Bu ichki kasalliklar fanlarida muhim ahamiyatga ega. Bu yerda mana shu sohada yurak uchini ko'rib turibsiz. Endi bizda chap qorincha hamda o'ng qorincha qayerda joylashgan hamda rentgenda qanday ahamiyati mavjud. Bu yerda mana left ventricle, ya'ni chap qorinchani umumiy ko'rinishi. Mana shu qismda chap qorinchani umumiy ko'rib turibmiz. Mabodo chap qorincha gipertrofiyasi degan har xil kasalliklarda uchraydigan jarayon mavjud. O'sha kasallik mavjud. Chap qorincha gipertrofiyasi yoki o'ng qorincha gipertrofiyasi degan tushunchalarni boshqa darslarda gaplashib o'tamiz. Bunda qanday rentgenografik ko'rinishida qisman to'xtalib o'tadigan bo'lsak, qanday bo'ladi? Mana bu yurakni mana bu soyasini qisman
chapga siljiganini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi o'ng qo'loncha o'ng bo'lmacha gipertrofiyalarida esa mana bu o'ng tarafga mana bu yurak soyasini jilishini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu asosiy qismdagi qora rangdagi, ko'proq qora rangdagi ko'rinishda esa o'pkani ko'rib turibsiz. Nima uchun bu yoqda rangi boshqacha? Chunki ichida havo mavjud bo'ladi. Endi bu yerda left auricle, ya'ni chap quloqchasini ko'rib turibsiz. Yurakni mana shu zona chap quloqchasiga tegishli. Endi pulmonar trunk, ya'ni o'pka o'zani bu yerda mana bu joyga ahamiyat berishingiz kerak bo'ladi. Aorta ravog'i. Aorta ravog'ini dislokatsiyasi bor, o'ngga chapga siljishi hamda bu yerdagi boshqa patologik jarayonlarda aorta ravog'ini soyasi ham o'zgarishga uchraydi. Yuqori va pastki kovak venalarda mana bu yerda yuqori kovak venasini hamda mana bu qismda pastki kovak venasini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda esa o'ng bo'lmacha buni pastki kovak venani ustki tarafdan to'sib turganini ko'rib turibsiz. Bu yerda right ventricle, ya'ni o'ng qorinchani ko'rib turibsiz. Mana bu soyalanishda o'ng qorincha hamda left atrium, ya'ni chap bo'lmacha. Chap bo'lmacha mana shu sohada, ya'ni chap bo'lmacha yurakka nisbatan orqa tarafda joylashgan. Ya'ni mana bu rentgenda chap bo'lmachani ko'rmasligingiz mumkin, chunki chap quloqcha left auricle buni to'sib turibdi. Chap bo'lmachadagi qanaqadir o'zgarishlar yoki chuqurroq analiz qilish uchun bu yerda orqa tarafda bo'lgani sababli qizil o'ngach orqali echo qilganimizda oson ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qizil o'ngach orqali echo qilganda aynan chap bo'lmachadagi kuchli o'zgarishlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Echo qilganimizda nur qaysi tarafdan keladi? Mana bu tarafdan keladi hamda siz asosiy oldingi sohalarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Chap bo'lmachadagi o'zgarishni chuqurroq ko'rish uchun esa qizil o'ngach orqali echo qilish kerak bo'ladi. Echokardiografiya bu UZI, yurakning UZIsi. Klinik korrelyatsiya. Klinik korrelyatsiyada bu yerda yurakni auskultatsiya qilish nuqtalari hamda aynan o'sha joyda hosil bo'ladigan shovqinlar haqida qisman gaplashib o'tamiz. Birinchi navbatda aorta zonasi. Aortal zonaga ko'radigan bo'lsak, bu yerda aortal klapan mavjud edi. Aortal yarim oysimon klapan mana bu sohada joylashgan. Endi shu sohada joylashgan bo'lgandan keyin endi qon aortaga qarab otilayotgan paytda bu yerda har xil shovqinlarni eshitishimiz mumkin bo'ladi. Endi aortal stenoz paytda hosil bo'ladigan shovqinni eshitishingiz mumkin. Qanaqa shovqin bo'ladi bu yerda? Stenoz torayish degan ma'noda, ya'ni aorta normada mana buni holatda ochiladigan bo'lsa, endi toraygan holatda ochiladi. Ya'ni oxirigacha ochilmaydi. Bu natijasida qon oqimi mana bunda to'g'ridan to'g'ri laminar holatda o'tib ketyapti. Endi mana bunda turbulent holatga, to'siqqa uchrab hamda ingichka joydan o'tyapti. Shuni hisobiga bu yerda qancha ingichkalashgan sari shovqin hosil bo'lyapti. Aortal stenoz paytida shovqin mana shu A zonadan eshitiladi. A zonani ko'rib turibsiz. Bu qaysi qismga to'shni yuqori qirra qismiga to'g'ri kelyapti, o'ng taraflama. Endi aorta regurgitatsiyasi bor. Umuman regurgitatsiya haqida mana bu yerda qisman yozib ketganmiz. Bu yerda regurgitatsiya qonni klapandan qaytishi. Boya gaplashib o'tdik. Mana bu klapan deydigan bo'lsak, normada qon bundan orqaga qaytmas edi. Endi regurgitatsiya bo'ladigan bo'lsa, mana shu klapan oxirigacha mana berkilmagan, natijada bu yerda qorinchada sistola vaqtida qon ham pastga ham yuqoriga qaytish yurishi mumkin. Qonni orqaga qaytishini biz regurgitatsiya deymiz. O'sha klapanlardagi nuqson tufayli qon pastga emas, orqaga yurishi mumkin. Shu qonni qaytishi regurgitatsiya hisoblanadi. Endi aorta stenozda mana bu A zonada eshitgan bo'lsak, endi aorta regurgitatsiyasini chap sternal qirg'oqdan eshitishimiz mumkin bo'ladi. Mana to'shni chap qirg'og'idan eshitishimiz mumkin.
Bu chap qirg'oq zonasi o'zi qaysi klapanga to'g'ri keladi deydigan bo'lsak, umuman u zonada mitral klapan shu zonaga yaqin joylashgan bo'ladi. Endi keyingisi pulmonar ariya bor. Pulmonar ariya bu yerda mana P nuqtada ko'rib turibsiz. P nuqtada pulmonar ariya asosan pulmonar stenoz paytida bu yerda shovqin eshitiladi. Endi hosil bo'ladigan shovqin mana bu aortal stenozdagi kabi torayib qolish hisobiga hosil bo'ladi. Aortal stenoz paytidagi shovqin endi chap qorinchadagi sistola vaqtida hosil bo'ladigan shovqinga to'g'ri kelsa, endi pulmonar ariyadagi shovqin esa endi o'ng qorinchadagi sistola vaqtiga to'g'ri keladi. Va shu bilan birga buni sistolik shovqin sifatida qaraladi. Ya'ni davriga qarab hozir bilib o'tdik, qachon sistola vaqti bo'lgani sababli pulmonar stenozda sistolik shovqin, boya aytganimiz aortal stenozda sistolik shovqin bo'layotdi. Endi regurgitatsiya qonni orqaga qaytishi deb atadik. Endi u qaysi vaqtda? Diastola vaqtida bo'lgani sababli endi bu aortal regurgitatsiya endi diastolik shovqin. Pulmonar regurgitatsiya ham diastolik shovqinga kiradi. Endi bundan tashqari gipertrofik kardiomiopatiyada sistolik shovqin eshitilishi yoki aorta klapan sklerozlarida sistolik shovqin eshitishlari aorta kasalliklari mavzularida patologik kurslarimizda gaplashib o'tamiz. Trikuspidal ariyani mana bu nuqtada ko'rib turibsiz. Galasistolik shovqin eshitiladi. Asosan trikuspidal regurgitatsiya hisobiga. Endi trikuspidal stenoz hisobiga esa diastolik shovqin eshitishimiz mumkin bo'ladi. Aynan shu sohada. Endi mitral soha sifatida o'zi mitral klapan bu yerda joylashganiga qaramasdan mana bu o'rtada mitral soha sifatida mana bu yurak uchini apex cordis bo'ladi. Yurak uchi turtkisi tegadigan qismi yurakni urganda shu yurak uchki qismi hisobga olinadi va bu galasistolik shovqin bo'ladi hamda mitral regurgitatsiya hisobiga bo'ladi. Qachonki diastola vaqtida shovqin bo'ladigan bo'lsa, bu mitral stenozga to'g'ri keladi. Bu yerda ham mitral stenoz xuddi boyaga aorta stenoz singari mitral klapanni to'liq ochilmasligi hisobiga bo'ladi. Shuni hisobiga diastolik. Nima uchun? Chunki mitral klapan mana bu yurakni to'rtta kamera sifatida qaraydigan bo'lsak, mitral klapan mana bu joyda edi. Endi bu torroq yaxshi ochilmaydi, natijada kichikroq ochiladi. Yuqoridan qon qorinchaga, ya'ni chap bo'lmachidan chap qorinchaga o'tayotgan qon endi shovqin bilan o'tishni boshlaydi. Shuning uchun chap qorinchani to'lish davri sistola, diastola deyilganligi sababli chap qorinchani to'lish davri. Shuni hisobiga diastolik shovqin eshitiladi. Endi tushunib olgan bo'lsangiz, davriga qarab sistolik hamda diastolik shovqinlarga ajratiladi. Qon aylanish sistemasi. Qon aylanish sistemasi barchamiz bilamiz, ikki katta guruhga bo'linadi. Katta qon aylanish sistemasi hamda kichik qon aylanish sistemalariga. Bu yerda sxematik rasm berib o'tilgan, u rasmga hozir qaytamiz. Dastlab mana bu rasmga e'tibor bersak, katta qon aylanish sistemasi hamda kichik qon aylanish sistemasini ajratishdan avval biz o'pkaga keladigan kislorodli hamda karbonat angidridli qonni qayerdan qayerga aylanishini bilib olishimiz kerak bo'ladi. O'pkadan hosil bo'lgan kislorodli qon o'pka venalari orqali o'ng chap bo'lmachaga keladi. Chap bo'lmachaga qo'yilgandan so'ng chap bo'lmachadan chap qorinchaga o'tkaziladi. Endi chap qorincha sistolasi vaqtida aortaga hamda butun tanamizga kislorodli qon yetkazib beriladi. Mana bu joyda umumiy rasmni ko'rib turibsiz. Ya'ni yurakka kelgan kislorodli qon aortal orqali butun tanamizga yo'nalyapti. Pastga hamda yuqoriga. Endi butun tanamizda hosil bo'lgan karbonat angidridli qon venalar orqali yurakka qaytib kelyapti. Bu yerdan bilib olishimiz mumkin ekan, yurakka kiruvchi barcha qon tomirlar uni tarkibida kislorodli qon bo'ladimi, karbonat angidridli qon bo'ladimi, farqi yo'q. Yurakka kiruvchi barcha qon tomirlar venos tomirlar deb ataladi. Endi o'ng
bo'lmachaga quyiladigan qon tomirlar yuqori va pastki kovak venalar deyiladi. Ular karbon tangitritli qon tashiydi. Endi chap bo'lmachaga quyiladigan qon tomirlar o'pka venalari. E'tibor bering, o'pka venalari deb ataladi va ular kislorodli qon tomirlar hisoblanadi. Vena bo'lishiga qaramasdan kislorodli qon tashiydi. Endi bu yerda ko'rishimiz mumkin sxematik ravishda. Ya'ni qonni mana bu joydan boshlaydigan bo'lsak, birinchi boshlaymiz o'ng qorinchadan. O'ng qorinchadan qon barcha karbon tangitritli qon o'ng bo'lmachaga quyilganda kovak venalar orqali. Endi o'ng bo'lmachadan qon o'ng qorinchaga quyilgan bo'ldi. Bu yerda karbon tangitritli qon o'pkaga olib boriladi. Ya'ni yurakka kiruvchi qon tomirlarini barchasi venalar dedik. Endi yurakdan chiquvchi barcha qon tomirlarini arteriyalar deb ataymiz. Yurakdan chiquvchi qon tomirlar arteriya bo'lishiga qaramasdan ba'zi bir arteriyalar kislorodli qon tashiydi, ba'zilari esa karbon tangitritli qon tashir edi. O'ng qorinchadan o'pkaga boradigan qon karbon tangitritli qon hisoblanadi, chunki barcha tanamizda hosil bo'lgan mana bu yerda karbon tangitrit barcha karbon tangitritli qon yurakka quyilyapti hamda yurakni o'ng bo'lmachasiga hamda o'ng bo'lmachasidan so'ng o'ng qorinchaga quyilyapti. O'ng qorinchaga quyilgan karbon tangitritli qon endi karbon tangitritni o'pkaga olib boradi. O'pkaga olib borilgan karbon tangitrit tashqariga chiqarib yuboriladi hamda tashqaridan kislorodni qabul qiladi. O'pka kislorodni qabul qilgandan so'ng o'pkadan chiquvchi qon tomirlar endi o'pka venalar deb ataladi. O'pka venalarda shuning hisobiga kislorodli qonlar bo'ldi. Endi kislorodli qonni o'pka venasi chap bo'lmachaga olib keladi. Chap bo'lmachadan qon chap qorinchaga o'tkaziladi. Chap qorinchadan aortaga hamda aortadan butun sistemamizga olib boriladi. Butun sistemamizdagi a'zolarimiz kislorodli qonni o'zlashtirib, karbon tangitritli qonni ajratib chiqaradi. Natijada karbon tangitritli qon yana sistemik venalar orqali, pastki va yuqori kovak venalar orqali o'ng bo'lmachaga quyilar ekan. Shu yerda bilib oldik, katta va kichik qon aylanish doirasiga qaysi qismlar kiradi deb ajratib olishimiz kerak bo'ladi. Tarkibida kislorod yoki karbon tangitritni bor yoki yo'qligiga ahamiyat bermaymiz. Katta va kichik qon aylanish doirasini ajratganda, chunki kichik qon aylanish doirasi o'pka va yurak o'rtasidagi mana bu ikkita struktura, yurak sifatida qarasangiz, o'pka va yurak o'rtasida almashinuv bo'ladigan bo'lsa, bu kichik qon aylanish doirasi. Yurak va butun sistema orasida bo'ladigan qon aylanishi esa katta qon aylanish doirasi sifatida qaraymiz. Endi katta qon aylanish doirasi chap qorinchadan boshlab butun a'zolar, butun arteriyalar hamda venalar orqali o'ng bo'lmachaga borib tugar ekan. Shu qism katta qon aylanish doirasiga kiradi. Chap qorinchadan boshlab o'ng bo'lmachaga bo'lgan oraliq. Endi o'ng qorinchadan o'pka hamda chap bo'lmachagacha bo'lgan oraliq esa kichik qon aylanish sistemasi hisoblanadi. Shunda ko'rib turibmiz, kichik qon aylanish sistemasi yurak va o'pka orasidagi almashinuv, katta qon aylanish sistemasi yurak va a'zolar o'rtasidagi almashinuv sifatida qaralar ekan. Tomirlarning gistologik tuzilishi. Tomirlarning gistologik tuzilishi umuman qanday tomirlar mavjud sifatida qaraydigan bo'lsak, birinchi navbatda arteriya hamda vena. Mana birinchi arteriya, ikkinchisi venalarga, uchinchisi kapillyarlarga ajratishimiz mumkin. Eng yirik sistematik bo'linish sifatida qaraydigan bo'lsak, endi ularning ham turlari mavjud. Masalan, arteriyalarni yirik hamda o'rtacha arteriyalar hamda arteriolalar,
kichik arteriyalarga bo'lishimiz mumkin. Bularni ham histologik strukturasiga ko'ra elastik arteriyalar, muskul tipidagi arteriyalar hamda arteriolalarga ajratishimiz mumkin bo'ladi. Bularni umumiy elastik hamda muskul tipidagini ko'rib chiqamiz. Bu yerda tashqi qavatini ko'rsatib o'tilgan. Tonika eksternal tashqi qavati muskul tipdagi arteriyalarda, elastik tipdagi arteriyalarda, kechirasizlar, elastik tipdagi arteriyalarda tashqi tonika eksternal qavati hamda tonika media, ya'ni o'rta muskul qavati. Muskul qavatini yupqaligini ko'rib turibsiz. Buni farqi muskul tipdagi arteriya bilan elastik tipdagi arteriyalarning o'rtasida farqi mana shu muskul qavatining yo'g'onligi hamda yupqaligiga e'tibor berib qo'yasiz. Bir-biridan shunisi bilan farq qilardi. Endi ichki qavatini ko'radigan bo'lsak, eng ichki qavati mana endoteliy qavatini ko'rib turibsiz. Hamda bundan tashqari uni ustida esa ichki elastik qavatini ko'rib turibsiz. Mana bu elastik qavati. Mana shu qavat hisobiga elastiklik ta'minlab beriladi. Bizda elastiklik va qarshilik so'zlari mavjud bo'ladi. Cho'ziluvchanlik va elastiklik so'zlari mavjud bo'lardi. O'tgan darslarda gaplashib o'tganmiz buni. Cho'ziluvchanlik cho'zilish bo'ladigan bo'lsa, elastiklik qarama-qarshilik, ya'ni torayish degan ma'noda kelar edi. Elastikdagi arteriyalar bo'lyapti. Demak, bular stresli tomirlar sifatida qaraladi. Ya'ni stress degani bu yerda qarshiligini hamda elastiklikni nazarda tutib aytilyapti. Muskul tipidagi ham xuddi shunaqa ichki intima qavati, endoteliy hamda o'rta qavati muskul qavati hamda tashqi eksternal qavatini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda arteriolalarni ko'rib turibmiz. Arteriolalarda esa endoteliy, bazal membrana hamda silliq muskulli media qavati mavjud bo'ladi. Endi yirik venalar. Venalar arteriyalarga nisbatan farq qiladi. Venalar stresssiz tomirlar sifatida qaraladi. Endi shuni hisobiga venalar stresssiz bo'lganligi sababli stressli arteriyalar, ya'ni arterial qon tomirlar umumiy periferik qarshilikni hosil qilar ekan. Umumiy periferik qarshilikni stressli qon tomirlar hosil qiladi, chunki bular rezistentlik amili bor, periferik qarshiligi bor. Shuning hisobiga arteriyalar periferik qarshilik hosil qilyapti. Endi asosiy qismini stresssiz qon tomirlar, venalar hisoblanadi. Bular umumiy periferik qarshilikni hosil qilishda biroz ishtirok etyapti, lekin asosiy emas. Bu yerda venalarni yirik venalar hamda o'rta venalar hamda venulalarga ajratishimiz mumkin. Bu borgan sari kichrayib boradi. Endi yirik venalarda tashqi eksternal qavat, o'rta media qavat hamda endoteliy, intima ichki qavatlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. O'rta o'lchamdagi venalarda ham xuddi shunaqa. Endi venulalarda eksternal qavat hamda endoteliy qavatini ko'rishimiz mumkin. Kapillarlarni quyida batafsil gaplashib o'tamiz. Ularda silliq muskul qavati mavjud emas. Bu yerda bosimga boyaga stressizga misol qilib olingan. High pressure, ya'ni bosim arteriyalarda yuqori bo'ladi, venalarda esa bosim past bo'ladi. Chunki venalarda klapanlar mavjud bo'ladi. Bularga bosim yuqori bo'lmagan holatda ham venalar klapan hisobiga qonni o'tkazadi. Masalan, vena qon pastdan yuqoriga harakat qilish uchun bu yerda klapanchasi bo'ladi. Vena klapanlar hamda buni atrofidagi muskullar hamda yurakni tortib oluvchi kuch hisobiga qon yuqoriga harakatlangan sari, muskullar qisqarganda, mana bu vena tomirlarini qisqartirgan sari, mana bu yerda hosil bo'lgan yurish yuqoriga qarab intilgan bo'ladi. Endi bu yerda qisilish pastga qarab ham intilishi mumkin, qachonki mana bu vena klapanlarida nuqson bo'lgan bo'lsa. Hozir vena klapanida nuqson bo'lmaydi deb qaradik. Shuni hisobiga qon yuqoriga qarab intilishini ko'rib turibmiz. Klapan qonni faqat bir tarafga qarab harakatlanishini ta'minlab berar ekan. Arteriya va arteriola. Bu yerda rasmda ko'rib turibsiz arteriya
dastlab yo'g'on arteriyalar kelib, hamda kichik arteriyalarga o'tib, hamda bu arteriyalar sekin-sekin yanada tarmoqlanib boradi va arteriolarga o'tadi. Ya'ni arteriyadan ko'ra arteriola kichikroq qon tomir ekan. Bu yerda ko'rib turibmiz, kislorodga boy qonni to'qimaga yetkazib beradi. Devori qalin, elastik, silliq muskulga boy. Shuni hisobiga umumiy periferik qarshilikni hosil qiladi va qon bosimi ham u yerda yuqori bo'ladi. Stressli hajm deb atadik. Mana stressli qon tomir. Shuning uchun arteriyalarda stressli hajm. Mana bu qism arteriyaga tegishli. Arteriyalarga, mana bu pastki qismi esa arteriolalarga tegishli bo'ladi. Arteriolalar ulardan qanday farq qiladi? Ularga nisbatan kichikroq tarmoq hisoblanadi hamda eng yuqori rezistentlikka ega bo'lgan qism hisoblanadi arteriolalar. Ayniqsa eng yuqori buyrak arteriolalari eng yuqori rezistentlikka ega hisoblanadi. Bundan tashqari avtonom nerv sistemasi yordamida idora etiladigan silliq muskullar devorga ega. Ya'ni bularni silliq muskullarini avtonom nerv sistemasi boshqaradi, ya'ni simpatik parasimpatik nerv sistemalari boshqaradi. Shuni hisobiga ular qisqarish, bo'shashish xususiyatiga ega bo'ladi. Bu yerda terida ichki organlar, buyraklarni arteriolalarda e'tibor bering, teri o'zida deyilmayapti, terini va ichki organlar buyrakning arteriolalarida, ya'ni ularning tomirlarida alfa 1 adrenergik retseptorlar mavjud. Skelet muskulni o'zi deyilmayapti. Agar skelet muskulni o'zi bo'lsa, unda xolinergik bo'lib qoladi. Shuni hisobiga skelet muskuli arteriolalarida, ya'ni ularning tomirlarida beta adrenergik retseptorlar mavjud. Buni farqini bilib olish kerak bo'ladi. Kapillyar qon tomirlar. Nega endi arteriyadan keyin to'g'ri venaga o'tmadik? Chunki orada kim bor? Kapillyar to'ri mavjud bo'ladi. Kapillyarlarni bu yerda 3 xil versiyasida ko'rib turibsiz. Davomiy kapillyarlar, fenestrlangan kapillyarlar hamda sinusoidli kapillyarlar. Bularda qavatdan iborat dedik va mana bu bazal membrana, bazal membrana qavat hamda endoteliy qavatdan iborat bo'ladi. Bazal membrana va endoteliy qavatdan iborat davomiy arteriyalar, kapillyarlar bo'ladigan bo'lsa, endi bu yerda fenestrlangan kapillyarlarda fenestrchalar ham mavjud bo'ladi. Kichik teshikchalar. Endi quyida sinusoidli kapillyarlarni ko'rib turibsiz. Sinusoid kapillyarlarda mana bu qismlarda teshiklari juda katta bo'ladi. Shuni hisobiga bularda tirqishli kapillyarlar, sinusoidlar mavjud bo'ladi. Tirqishli kapillyarlar deb ataladi. Mana bu orasidagi fenestrlari juda katta. Mana bu fenestrlangan kapillyarlarda esa kichik fenestrchalar mavjud edi. Bu yerda asosan olib kelinadigan kislorodli qon to'qimaga hamda ozuqa, kislorod yoki ozuqa to'qimaga o'tkaziladi. Hamda to'qimadan hosil bo'lgan karbonat angidrid hamda keraksiz moddalar venalarga o'tkazib beriladi. Kapillyarlarga o'tkaziladi. Kapillyarlar orqali venula va venalarga o'tkaziladi. Bu yerda venula hamda vena bo'lyapti. Ko'ryapsiz, kichikrog'i venula. Hamda mana bu joyda prekapillyar sfinkterlarni ko'rib turibsiz. Prekapillyar sfinkterlar kapillyarga o'tar joyda, arteriolarni kapillyarga o'tar joyda sfinkterlar mavjud bo'ladi. Yana eslab o'tamiz, kapillyarlarda muskul qavati mavjud bo'lmaydi va umumiy ko'ndalang kesma yuzasi eng katta maydon hisoblanadi. Venulalar hamda venalar. Nega aynan venula birinchi keldi? Chunki venula venadan ko'ra oldinroq kelar edi. Bu yerda ketma-ketlik orqali ko'rsa juda qulay bo'ladi. Mana bu qizilda berilgan arteriya, ya'ni qorin aortasini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qorin aortasidan so'ng buyrak arteriyasiga o'tib ketyapti. Buyrak arteriyasiga o'tyapti. Mana renal artery, buyrak arteriyasi hamda bitta nefrondan umumiy arteriyalarni ko'rib chiqamiz hozir. Buyrak arteriyasidan keyin bo'laklararo arteriya, bo'laklararo arteriyadan keyin arkuata arteriya hamda bo'laklararo arteriya yana kelyapti. Bo'laklararo arteriya esa yanada kichrayib afferent arteriola, ya'ni mana bu Bauman kapsulasi. Bauman kapsulasini o'zbek manbalarida hamda rus manbalarida Shumlyanskiy Bauman kapsulasi deb ataladi. Bu Bauman kapsulasiga olib keluvchi arteriya mavjud.
afferent arteriya yo'li. Hamda bu yerda filtratsiya bo'ladi, birlamchi siydik o'tib ketadi naychalarga, hamda bu yerdan chiquvchi arteriya yo'lining nomi esa efferent arteriya, ya'ni olib ketuvchi arteriya yo'li bo'ladi. Endi bu yerdan ortib ketuvchi arteriya yo'lidan u yoqqa davom etyapti. Peritubular kapillarlarga o'tib ketyapti. Bu kapillar to'ldidan so'ng endi kichik venulaga, mana bu qismlarda esa venulalar mavjud. Bu venulalardan so'ng bo'laklar aro venalarga, hamda arkuata vena, hamda renal venaga, ya'ni buyrak venasiga o'tib ketyapti. Buyrak venasi esa oxir oqibat kovak venaga quyilyapti. Bu yerlarda venalarda bosimlar kam, bosim kam bo'ladi, shuning uchun stresssiz qon tomirlar hisoblanadi. Devorlari esa yupqa, asosan qon depo bo'ladigan qism shu vena qon tomirlari hisoblanadi. Bu yerda ham gapirib o'tilgan venulalar kapillarlarning birlashishidan hosil bo'ladi deb ketma-ket ko'rinishini ko'rib o'tdik. Hamda devorlar yupqa, ularda bosim past bo'lishi hamda qonning asosiy qismini o'zida saqlashi, venalarda stresssiz qon bo'lishini aytib o'tdik, hamda alfa 1 adrenergik retseptorlar mavjud bo'ladi. Yuqorida arteriyalarda ham gaplashib o'tdik alfa 1 adrenergik retseptorlar haqida. Endi bu yerda ham venalarda alfa 1 adrenergik retseptorlar mavjud ekan. Demak, venalar ham simpatik nerv sistemasi tomonidan boshqarilar ekan. Parasimpatik nerv sistemasi haqida esa hech qanday ma'lumotlar berib o'tilmagan. Klinik korrelatsiya, yana bir klinik korrelatsiyalardan biri bu venalardagi muammo. Boya ham gaplashib o'tdik, venalarda klapanlar mavjud bo'ladi. Bu yerda ko'ryapsiz, mana bu joyda normal qon oqimi, ya'ni bu yerda olib kelgan arteriya kislorodli qonni olib kelgan, endi karbonat angidridli qon venaga o'tib, vena orqali ko'tarilib ketishi kerak bo'lar edi. Bu yerda son venasini ko'rib turibmiz, chuqur vena. Endi son venasida oqib ketayotgan qonni yuqoriga ketishini ko'ramiz bu yerda. Mana bu klapan orqali, klapan pastdan faqatgina yuqoriga o'tishini ta'minlab beradi qonni, hamda bu yuqoridan qon qaytaman deganda klapan o'z-o'zidan yopilib qoladi. Hamda shu tarzda qon kovak venaga, past kovak venaga hamda o'ng bo'lmachiga quyilar edi. Endi mabodo mana bu klapanlar ishlamay qolsa-chi degan savol tug'iladi. Venalarda stresssiz qon hajmi dedik, ya'ni bular kuchli qisqarish xususiyatiga ega emas. Shuni hisobiga bu yerda hosil bo'ladigan muskuldagi, atrofidagi muskuldagi qisqarishlar va yurakni tortib oluvchi hajmi hamda ko'krak qafasidagi manfiy bosim bu yerdagi qonni yuqoriga harakatlanishda qisman ahamiyatga ega bo'lsa-da, lekin asosiy ishni klapanlar bajarib berar edi. Klapanlar qonni orqaga qaytmasligini bajarib berar edi. Endi klapanlarda qanaqadir deformatsiya bo'ladigan bo'lsa, ya'ni venalarni varikoz kengayishi deb ataydigan eng ko'p biladigan kasalliklarimizdan biri bu venalar varikoz kengayishi. Shu holatda klapanlarda nuqsonlar yuz beradi. Vena klapanlarda shuni hisobiga qon orqaga qaytib venalarda dimlanishni hosil qiladi. Dilated vein, ya'ni venaning kengayishiga sababchi bo'lyapti. Mana normal venaga nisbatan mana bu klapanlarda nuqson bo'lgan vena yanada kengroq bo'ladi, hamda bu yerda venos dimlanishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Venos dimlanish, venalardagi dimlanish venos varikoz kengayishi tufayli sodir bo'ladi. Mana bu haqiqiy oyoqdagi venos varikoz kengayishlarini ko'rib turibsiz. Bunda bemorda qanaqa jarayonlar yuz beradi? Bemorda oyoqlarda noqulaylik, og'riq hamda ko'rinadigan venos shishlar. Mana bu joyda ko'rinadigan venos shishlarni ko'rib turibmiz. Endi bemor shikoyat qiladi, ko'p tik turganda, ayniqsa masalan savdogarlarda kuzatishingiz mumkin, yo bo'lmasa tik turib bir joyda qimirlamasdan tik turib ish qiluvchi odamlarda ko'p kuzatishingiz mumkin venalarda kengayishlarni. Bundan tashqari homiladorlarda ham eng ko'p uchrab turadigan holat hisoblanadi. Kechki payt kuchayadi yoki uzoq tik turganda kuchayadi. Hamda biroz piyoda yurish yoki oyoqlarni ko'tarib yotishda esa biroz orqaga qaytganini ko'rish mumkin bo'ladi. Bundan tashqari maxsus bintlar yordamida bog'lashadi. Buni hisobiga mana bu bir-biriga yaqinlashganda qonni qisman
yuqoriga harakatlanishini ta'minlab, uni biroz orqaga qaytarish mumkin bo'ladi. Bemor hatto oyoqlarda o'sha to'q rangli yoki yangi paydo bo'lgan o'sha toshma ko'rinishiga o'xshagan toshma sifat ko'rinishlarni aytishi mumkin bo'ladi shikoyat qilayotganda. Bu nima orqali? Venani boya aytib o'tdik, venoz demilnish orqali kelib chiqadigan holat hisoblanadi. Bugungi mavzuimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun